Bugun sizlar bilan judayam mayin bo'ladigan, ichlari ham bittada yumshoq bo'lib pishib chiqadigan sirniki tayyorlaymiz. Yoshi kattaligi ham, kichkinaligi ham birdek yoqadi. Ertalabki nonushta uchun tayyorlab bersanglar bo'ladi. Buning uchun bizga tuxum, un, shakar, manniy krupа va eng asosiysi tvorog kerak bo'ladi. Tvorogni bitta idishga solib olib, ustidan tuxum chaqib, ketidan shakar qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Bitta massa holatiga keltirib, xohlasanglar vanilin qo'shib yuborsanglar ham bo'ladi. Vanilin sirnikini hidini yaxshi mayin qilib keltiradi. Un qo'shib, ketidan ozgina qo'lga yopishqoqroq xamir holatiga keltiramiz. Vilka yordamida ketidan ozgina manniy krupа qo'shamiz. Uni ham ozgina aralashtiramiz. Qo'lga yopishqoqroq xamir holatida bo'ladi. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin uni olib, manniy krupani stol ustiga to'kib, ozgina yana qo'l yordamida ozgina uqalab olamiz. Qo'lga yaxshilab esa yopishadi, lekin plastilin holatidagi xamir bo'ladi. Keyin bularni dumaloq sharikchaga holatiga keltirib, shu manniy krupani o'zida stakan yordamida shakl beramiz. Tagiga va tepasini alohida stakan yordamida aylantirib olamiz. Har bitta sirnikini shunaqa stakan yordamida manniy krupада qilsa, ancha shirin mazaliroq bo'ladi. Ustilari ham zo'r chiroyli bo'lib chiqadi. Shunaqa qilib olib, skоворodkani past olovda qizdirib olamiz. Xohlasanglar sariyog'da, xohlasanglar oddiy podsolnechniy masloda qovursa ham bo'ladi. Past olovda qozon qopqog'ini yopib qo'yib, qovurishni boshlaymiz. Shunaqa qilib chiroyli shakl berib olsa bo'ladi yoki xohlasanglar, erintsanglar, oddiy qo'lda dumaloq qilib tashlasa ham bo'ladi. Men podsolnechniy masloda qovurdim. Tepa-pastini qovurib, past olovda 10 minutda har tarafini dimlab qo'yamiz. Manniy krupа yordamida qilganim uchun ustlari shunaqa zолотистый chiroyli bo'lib chiqdi menda.